Bunaqa ta'sirli video ko'rmagandim. Siz ham bitta ko'ring shu videoni. Xudo xohlasa. Mana shuni xohlarimiz ham daraxt bo'lguncha biz ham niyatimizga erishamiz. Bas. Bir choy damlab kel xotin. Xo'p. Ha, Bobur. Assalomu alaykum Faruq, yaxshimisan? Va alaykum assalom. Yaxshi o'rtoq, o'zing yaxshimisan? Yaxshi, rahmat o'rtoq. Yana ota bo'ldim, tabriklar. Tabriklayman, umr bilan berganmisan o'rtoq. Rahmat o'rtoq. Senga ham nasib qilsa, faqat bitta yordaming kerak edi. Tug'ruqxonadan sani mashinangni olib chiqaylik. Kelinni ham olib kelgin. Xo'p. Bo'ldi, birga boramiz. Bo'pti, kutaman. Xo'p, o'rtoq, boramiz. Papasha, tabriklayman. Rahmat Voy. Voy, buncha shirin. Olib ketdingmi? Ketdik. Yuramiz. Ketdik. Faqat birinchi sanikiga. Yursa qilamiz. Keyin biz atashib qo'yamiz. Bo'ldi, o'rtoq. Kel onasi. Kel qizim. Kel. Katta bo'lib qoldi, ko'rdingmi? O'rtoq. Men senga bitta sovg'am bor. Men ham senga bitta yangiligim bor. Yo, birinchi men aytay qolay. Esingda bo'lsa, men mashina senga yoqqandi. Mana. Mashinang kalta o'rtoq. Mendan senga sovg'a. Mashinani qo'y o'rtoq. Men senga boshqa narsani aytmoqchiman. Nima? Bu bola endi sizlarniki. Biz bu bolani sizlarga atagandik. Hazırlashyapsanmi? Biz ancha o'ylab shu qarorga keldik. O'rtoq. Ehtiyot. To'g'risi oson bo'lmadi. 9 oy qizim bilan har kun gaplashdim. Sani bizdan ham mehribonroq ota-onaga beramiz qizim. Faqat xafa bo'lmagin. Har kun kechqurun ayolimni qo'limdan qizim bilan gaplashib chiqdim. Bilasanmi? Qizim sizlarni taniydi. Chunki men har kecha sizlar haqlaringizda unga aytib chiqardim. Bolamni ehtiyot qilinglar. Yana bitta narsani aytmoqchi qilamasan. Xudo xolasa farzandlaring ko'payib ketsa, men Dilbandimni yolg'izlatib qo'yaman. Ko'p mehmon yetib tur. Sog'inaman.